Qadim zamonlarda kambag'al, ammo halol bir dehqon yashar edi. Uning bir oti bor edi. Bir kuni oti yo'qolib qoldi. Odamlar qanday baxtsizlik deyishdi. Shunda dehqon xotirjamlik bilan javob berdi. Bu baxtsizlikmi yoki yaxshilik? Buni faqat Allohning o'zi biladi dedi. Oradan kunlar o'tgach, yo'q bo'lgan ot o'zi bilan birgara yovvoyi otlarni ergashtirib keldi. Shunda odamlar qanday katta omad deyishdi. Dehqon esa xotirjamlik bilan jilmayib javob berdi. Bu omadmi yoki sinovmi? Buni faqat Alloh biladi dedi. Oradan kunlar o'tgach, dehqonning o'g'li yovvoyi otlarni o'rgataman dedi. Oyog'ini sindirib oldi. Shunda odamlar afsus, qanday kulfat deyishdi. Dehqon esa xotirjamlik bilan bu kulfatmi, baxtsizlikmi? Buni Allohning hikmati bilan bilamiz dedi. Oradan bir necha kun o'tgach, jahonda urush boshlandi va qishlog'idagi barcha sog'lom yigitlarni urushga olib ketdi. Dehqonning sog'lom, oyog'i singan o'g'li esa uyda qoldi. Shunda odamlar biz voqeaga shoshilib baho beramiz. Dehqon esa Allohning hikmatiga ishongan ekan dedi.